Bugungi videomizda men History Weeks bugungi videomizda biz mana bu qo'limdagi nayzani kuchaytirishni o'rgataman. Mana shunday. Shu nayzani juda zo'r qilib kuchaytirishni o'rgataman do'stlar. Xo'p, qo'yaylik buni. Mana sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Mana anvil olsak, birinchi qaranglar. Juda zo'r, oddiy bu. Hozir buni damage 5 ayniqsa menga bittasi yoqdi, sizlarga ko'rsataman shu videoning ichida. Hop, birinchi bo'lib sizlarga ko'rsataman sharpness effektini anaqasini olasizlar kitobini. Keyin fire aspect illi hop qasida unbreaking mending Buni qaysi bor edi? Men xohlasiz menga. Hozir ko'ramiz, tekshiramiz. Mana shu edi vallahi. Endi shuni kuchaytirish o'rgataman. Hozir 5 attak damage o'tiribdi. Kim qaranglar. Bunisi oddiy, men yoqqan birinchi sharpness kuchaytiramiz. Keyin fire aspect unbreaking eslab qolgan nomini unbreaking. Xo'p, endi mending. Bu haligi mending qanaqa kitob bersa mana hozir men sizlarga kitoblarni tushuntirib beraman. Hozir buni keltirib olaman. Sharpness shu o'tkirroq qilib beradi. Fire aspect urganingizda olovlatadi. Ili unbreaking mashina nima deydi? Nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Unbreaking mana uni levelni ko'paytirib qo'yapti sizlar. Bu lanji yangi kitobda ko'rsatib beraman. Sharpness o'tkir, fire aspect yonadi, unbreaking o'yinni kuchaytiradi. Mening shu opit bilan kuchayadi. Lanji endi yangisini ko'rsataman. Bu mana bular nimaga oldilar desanglar, mana 7 ta blokka uzoq sakrasa bo'ladi. Oddiy odam mana 3 ta blokka sakrasa bo'ladi, 4 ta blokka odamlar qilishi. Yo, 3 ta blokka sakrasa bo'ladi. 3 4 5, 5 ta blok. Hop, nexse 6 ta, nexse 7 ta. Endi ko'ramiz. Endi qaranglar do'stlar. Mana ular yo'qotib turay, naftaga kiraman. Difficulty T P yo'qol endi. Xo'p, mana oddiygina ko'rsataman sizlarga. 7 ta blok oldi, hozir odam mana. Sakrolmayapti o'sha bu odam. Endi buni qarang, lanji effekt buni. Ko'rdinglarmi? O'zi qanchaga sakra olyapti? Lekin mana undan foydalansanglar zo'r bo'ladi, qaranglar. Windbrush yo'q bo'ladi. Unchalik. Shitada birga ketdi. Mej bilan ham mashi tushadi. Voy, qolib qoldimi? Ko'rdinglarmi akalar? Уже вообще o'p ketdi bunimiz. Qaranglar. Shita, deyarli 5 taga kuchaytirildi mana. 1 2 3 4 5 degan. Yo-mayo. 5 taga kuchaytirildi do'stlar. Keyin aytgan yana bitta qolib ketdi do'stlar. Knockbackimiz bor. Knockback. Mana knockback bor. Xo'p, knockbackni bunday olamiz mana. Knockback 2. Bu hali itarib oladi bu. Masalan, qo'lingizda ursangiz, oddiyda ursangiz mana. Necha attak damage bo'ldi? 11 attak. What is that? 11 attak damage oldi. Knockback bu oldingizda mana mobni itarib oladi, uzoqroqqa. U hala meni chaqiryapti sizni. Videoda
aşağı kalıyor. Yomon düzgün kalmış. Bitti mi? Şuraya ver. Bitti can. İnstem demek instem ya. Özlem dostlar. Şundan bir yerimiz özüne koyup yetti valla. Keyin videolarımızı görüştük. Bugün ise ikkita video chiqardimamo'sha. Birinchi amravlilarni ko'rsatdim. Ikkinchisi mana shu video bo'ldi. Uchinchisi sal kechroq olamiz. Bu video esa yangi yil nishonlaymiz degan video bo'ladi do'stlar. Omad tilab, quvvat bo'lsanglar, biz ham videolar chiqarib turamiz. O'zi yangi video beraman. Tezroq endi chiqarib turaman. Yaxshi. Sonda hammaga xayr.